Qadrdonlar, O'zbekistonda yangilik ko'ryapsizlar, pena beton bo'ladi. Endi loy bos qilish shart emas. Sababi bu loydan yengil bo'ladi, qishda issiq, yozda salqin bo'ladi. Trishina bo'lmaydi, sichqon kalamish tomizda bo'lmaydi. Sababi o'zgarishli kimyoviy narsalari bo'ladi. Sichqon ham kalamish ham qurqimiz ham uxlolmaydi. Bir kunda 150-200 kvadrat joyda quyishib qo'yar ekan, bu pena beton loydan yengil bo'ladi. Xo'p, endi kvadrat metr nechta pul bo'lyapti deganlarga. 5 cm qalinlikdan 7 cm qalinlikgacha bo'lgani 1 kvadrat 45 ming, bu vodiy bo'ylab. Xizmatlar O'zbekiston bo'ylab. Agar 100 kvadratdan ko'p bo'lsa, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatilaveradi. 300-400 kvadratli joylar bo'lsa, vohaga ham borilaveradi. Usta aka, vohaga ham borilaveradi. Borilaveradi. Toshkent vohalarga borilaveradi. Qaranglar, juda ham zo'r holatda. Endi buni qilishda nimalar qilib olish kerak oldin deganlarga, zarduvol urilib vassa tashlangan bo'lsa bo'ladi. Qaranglar, mana zarduvollar urilgan, mana bunday vassalar tashlangan. Vassa tashlangandan keyin akalarimiz mana bunday izospan materialini yozib turib, pena betonni quyib berishar ekan. Shu hammasi ichida 1 kvadrat 45 mingdan. Pastda nomer qoldirganmiz, aloqaga chiqaverasizlar.